voy, veri chiqdi. Kecha tog'dan charchab kelsam, xo'jayinim bilan oshxonaga kirgan sanki zo'r surpriz tayyorlab qo'yganman desalar bo'ladi. Oshxona to'la uyum idish bo'lsa kerak deb o'ylab ko'rsam, yo'q. Men qachondan beri orzu qilib yurgan Amerikan surpriz vaflilardan olib kelib qo'yibdi. Shunaqangi qiziqib ketganim bilan bolalarim bilan sirazi ochishni boshladi. Ko'rib turganingizdek vaflilarning ichidan mendan ketma-ketiga shunaqangi pul yutuqlari chiqishni boshladi. Undan tashqari ventilator va $5 pul ham chiqdi, ishonasizlarmi? To'g'risini aytsam, internetda ko'rib umuman ishonmayotgan edim, lekin o'zim ko'zim bilan ko'rganimdan keyin ishondim. Bir mahal bitta vaflini shundoq ochsam, veli chiqsa bo'ladimi? Kakras o'g'limga veli kerak edi deb xursand bo'lib ketdim. Va bolalarimni magazinga yugurtirib tezda shunaqangi yangi chiqqan chipslardan olib keltirdim. Aksiga olib do'konda ham 5 dona qolgan ekan, lekin shuning ichidan ham bizga bitta soat yutuqqa chiqdi-da. Bizdan umuman pul ham, yutuqlar ham chiqmayapti-ku deyotganlar. Birinchi bo'lib original mahsulot sotib olinglar va o'zingizga ishoning. Shunda sizlar ham meni qarindoshimga o'xshab Damas mashinasini yutib olishinglar mumkin. Qaytgancha menga shuncha yutuqlar, nechta korobka vaflidan chiqqanini kommentariyada yozib qoldiringlar.